Kecha Mubina bilan gaplashdik. Voy, gapirdim. Telefon qo'lidan video yozib. Yoshim bilan o'tirgan. Yaxshi. Yaxshi, salom berdi. Salom berdi. Yoshimchilar. Joni sog'. Muhammad Yosif shunaqa duo qilaman bolam. Ko'p so'radi. Mubina bilan Muhammad Yosifning otasi bilan ham quvnasin. O'sha bolalaring bilan quvnagan. Endi tortmasin, ko'zi yomonlik ko'rmasin. Bolalaring umri uzor, butun gunohlar mag'firat qilsin. Qori olib olma bo'lsin, tanasi dard tortmasin, ko'zi yomonlik ko'rmasin. Ruhlarimni qalbida ezgu niyatlarni Alloh musharraf qilib, ota-onasi bilan quvnashni Alloh nasib etsin. Quvnasin o'shalar ham. Yetgan Xudo xohlasa katta bo'lsalarni olib kelaman endi. Kelasan Xudo xohlasa. Bir yaning o'g'ling, bir yaning qizingni olib. Qadri voyaga yetmasin Xudo xohlasa. Va qaynota kelindan ahvolni qarayapti. Qarang. Senlar birov qaynota kelin demaydi. Otam. Sizni birov qaynota kelin demaydi. Ota bola gaplashib qo'yapti deb o'ylaydi. Allah razı olsun. Rahat nasip etsin. Quvnatgani mana shu. Shunga quvnatgani kuchli.